Dasturning ikkinchi qismida biz Densimo klinikasini yanada chuqurroq o'rganamiz. Har doimgidek dasturimiz katta va kichikka birdek qiziqarli bo'lishi uchun yakunda Ozodbekda mavzuga doir foydali video ham sizni kutmoqda. Ba'zilar rentgen oldin qilinadi, ba'zilar kerakli paytda qilinadi. Xullas, mijozlarimiz birinchi o'rinda bu yerda registratsiya qilamiz. Mijozlar registratsiya qilayotgan paytda bizda ikkita programma bor. Bittasi Amazon programmasi. Amazon programmasida mijozlarimizga bevosita servis xizmati ko'rsatamiz. Ularning mijozlarimiz qachon keldi, nechida keldi, nima ishlar qildi, xullas keldi, kelmadi, qaysi etapda qoldi, davolash etaplar hammasi o'sha Amazon programmasi yuritiladi. Ikkinchisi MIS deymiz, meditsinskiy informatsion sistema. Bu yerda mijozlarning asosan tibbiy faoliyat bilan bog'liq hamma narsa yoziladi. O'sha diagnostikasi yo'q, davolash rejasi yo'q, qaysi etapda qoldi, fotofiksiyatsiya deymiz, orada o'sha nimadan davolash davomida og'iz bo'shlig'idagi nimalarni tishni holatini, jah holati hammasini rasmga olamizda. Qanaqa o'zgarishlar ketyapti, oldin nima edi, hozir nima bo'ldi, hamma xullas ma'lumotlar o'sha tibbiy ma'lumotlar saqlanadigan aynan programmasi. Asosan ikkita katta programmada ishlaymiz. Shu programmalar bizning asosiy qurolimiz hisoblanadi. Tak, nima bo'lsa, keyin sizga u nimasini ham ko'rsataman. Programma qanday ishlanadi, nima bo'ladi, u ham o'ziga yarasha nimasi bor. Tanish bo'lasiz. Chunki vrachlik ishlayotgan paytda vrachlarda asosan ident ishlashadi. Ident orqali. Bu yerda o'sha servis sotuv bo'limimiz deymiz. Servis sotuv bo'limi o'zi mijoz kelayotganda 3 ta etapdan o'tadi-da. O'sha seremda qilganda birinchi mana mijozning o'zini 7 ta qadami bor. 7 ta qadam deganimizda hali bizni qayerdadir eshitdi yo reklamadan ko'rdi, boshqa qildi yoki kimdir aytdi, kelmasdan turib eshitgani bo'ladi. Birinchi qadam desak, o'sha marketing jalb qilish etapi. Undan keyin o'sha eshitgani bo'yicha bizga kelmasdan oldin telefon qiladigan bo'lsa, pastda kuratorimiz bor. Call center deymiz, o'sha telefon qilganda u yo'lga tushadi. O'sha yerda kelmasdan turib qabulga oldirib qo'yish mumkin. Uni ham tanishtiraman ko'rsatamiz. Ilm bo'lmadi agar o'shandan agar yozilib qabulga keladigan bo'lsa, kakras kelgandagi holat sizga ko'rsatadi. Demak, bularga uchrashadi. Uchragandan keyin kerakli diagnostika qilish uchun demak, pastda ham diagnostika qilinadi. O'sha tildan keyin ko'rishamiz. Xo'p. Klinikadagi ichki muhit, ish jarayonlari va tizimlashgan yondashuvlarni ko'rib, tabiiy ravishda bitta savol tug'iladi. Qanday qilib biznesmen bo'lmagan inson bu darajada samarali tizim yo'lga qo'yib, klinikani kengaytira olgan? Savolingizni tushungan bo'lsam, avvalo ochiqni aytadigan bo'lsam, aytdimki, maqsad bor edi shu narsa. Maqsad maksimal darajada shu shahrimizdagi stomatologiyalarga, shahrimiz xalqi aholisiga eng yuqori stomatologik xizmatlarni taqdim etish bo'lganda, buning ichiga o'sha asnasheniya ham kirib ketadi, joy ham kirib ketadi, servis ham kirib ketadi, hamma narsa shuncha kiradi. Texnologiya, boshqa hammasi kirib ketadi. Shu maqsad bo'lgan. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi bu kasbimizni juda ham yaxshi sevishimiz bo'lgan. Shu orqali masalan kasbimizni sevyapmiz, ishlayapmiz va bizga joy torliq qolyapti. Joy torliq qilgani uchun biz qo'shib keldik va bu o'sha yuqorida aytganimdek bu joyda olganimiz ham bir etajda o'sha eski kafe binosi bo'lgan. Shuni ikkinchi etajini biz qurib bitirganmiz. Sababi o'sha 11-yilda shunaqa shaharda sozlik nimasi bo'yicha qayta qurishga to'g'ri kelib qolingan va bu binolarni hammasini ikki etaj qurishga bizga hukumat nima deydi? Qarori bilan shunaqa nima qilingan. Biz shuni majbur bo'lganmiz qurishga va shu orqali o'sha bittasiga sababchi bo'lib vaziyat shunga to'g'ri kelgan. Biz shunaqa qilib qilganmiz. O'zimiz birdaniga unaqa katta ochishga to'g'risi anaqa ham bo'lmagan. Kapital ham bo'lmagan-u, lekin bunaqa birdaniga reski ochishimiz, unaqa rivojlanishimizga oldindan reja bo'lmagan. Shunga to'g'ri kelib qolgan vaziyat. Biz ikkini ochdik. Ikkini ochganimizdan keyin joy katta edi. Bo'lib chiqdik va etap-etap, bosqichma-bosqich bularni kengaytirib o'sha ichlarni to'ldirib keldik. Tabiiy yo'nalishda bo'ldi. Tabiiy yo'nalishda bo'ldi. Birinchisi ham o'sha niyat ham bor edi. Chunki o'sha niyatimiz xolis bo'lgani uchun avvalo Allohning fazli shu narsaga yetib keldik. Bu ham bitta xonamiz. Bu yerda bizda ortodontiya deymiz, tishlarni o'sha tishlarni to'g'rilash uchun mo'ljallangan xona, ortodont vrachimiz ishlaydi. Bu ham xuddi shunga o'xshagan nimada ketgan. Nima deydi? Tartibda ketadi. Xonalarimiz hammasi pashti ruhligiga o'xshab ketadi, lekin xonalarda joylashgan mutaxassislar har xil. Lekin umumiy holat hamma xonada bir xil standart. Tushunadi.
Bu tomonda xodimlar va nimalar uchun, mijozlar uchun o'sha qo'shimcha VC deymiz. Nima xonamiz bor. Bu yana uchun ishlash uchun bizga eng kerakkan bitta ishimizni 25 marta katta qilib beradi. 25 marta. Chunki kanallarni bog'lashda eng muhim apparatlardan hisoblanadi. Bu oddiy orada kerak bo'ladigan nimamiz. Pritselni rengen deymiz. Haligi narxdan kichinasi. Kichik holati orada ko'rib olish ishlatilgan rengenimiz. Assalomu alaykum. Assalomu. Yangi doktorimiz bor edi, bir qator xonalar tanishtirib yuribman. Bu yerda parodontologiya deymiz, o'sha neklar, tishlar, toshlarni tozalash bo'yicha eng mutaxassisimiz mana Shohrisiz nima qiladi, shug'ullanadi. Ozgina tushuncha berib o'tirasizmi apparatimiz va bu xonadagi siz ishlaringiz to'g'risida? Bu apparatimiz Airflow Reflux Master deyiladi. Shvetsarskiy apparat. Bu turli zamonaviy texnologiya, paranodit, parodontoz, gingivit, har xil turlar kasallik, milk kasalliklarini davolaydi. Har xil protsedura qilib chiqsa bo'ladi. Даже mana hozir zamonaviy stomatologiyalar bizda implant ustilariga qoplama qilamiz. Даже o'sha qoplamalardan tozalasa bo'ladi. Hech qanaqa minus tarafi yo'q. Faqat plus tomoni. Men ortiqcha unaqa turamiz, nima deyilmaydi. Patsient polniy komfortda yotadilar. Eski apparatlarda, eslarda bo'lsa hamma biladi. Ha, shu sovuq suv chiqadi. Juda qattiq zing'illatvoradi, deyishdi, chiqishardi patsientlarda. Vibratsiya beradi. Bitta esa piezo no pain deyiladi, to есть нет боли. Patsient Og'riqlar sezmaydi. Bemalol xotirjam o'tiraveradilar, keladilar. Rahmat. Rahmat. O'rgatasiz endi doktorimiz. Nega mijozlar aynan Dentimo klinikasini tanlashadi? Endi o'zi tabiatda ham ali auditoriya degan narsa bor. Hamma yoqda auditoriya bor. Bizning ham o'zimizga yarasha auditoriyamiz bor. Bizni endi vrachlar, mijozlar tilidan 100% aytishim qiyin. Aslida lekin biz kompleks o'sha kompleksni podxod deymiz. Kompleks davolash nuqtai nazaridan ko'proq qaraymiz va har bitta ishimizga chuqur yondashamiz. Iloji boricha to'liq diagnostika qilib, kompleks o'sha davolashga qaratiladi. Endi hammani ham unaqa qilib majburlash qiyin, lekin imkoniyati borlari kim masalan shu narsani qilayotgan bo'lsa, biz u narsani chuqur qilishga imkoniyatimiz bor. Eskidan shu narsani ustida ishlaganmiz, o'sha paytda imkoniyatimiz bo'lmagan taqdirimizda ham o'sha tegishli joylarga to'g'ri yo'llanma berganmiz. Hozir bizning yutug'imiz qaysinda desak, o'sha ko'p qaytaryapman, kompleksni podxodda. Har bir mijozimiz mana nimada turadi? Deylik, kasallik tarixi o'sha programma orqali turadi. Hozir mana biz eskidan o'sha yozuv bo'yicha nima qilib kelamiz programmada. Administratorlarni olgandik, administratorlarimiz ularga xizmat qilardi. Hozir uni yana ham o'sha alohida bo'limga ajratdik, servis sotuv bo'limi deb. Ular doimiy ravishda hali kirib kelgandan doimiy o'sha bizdan davolanib chiqib ketguncha bo'lgan jarayonda operatorlarimiz bilan har doim nazoratda bo'ladi, aloqada bo'ladi. Undan keyingi holatlarda ham har doim biz bitirib davolanib chiqib ketgan paytda ham biz aloqa qilib turamiz. Yuqorida aytgandek profilaktik nimasi ko'riklarga chaqirib turamiz. Har 6 oyda bizda programma bor. Ular bilan menejerlarimiz bog'lanib, yana qayta ko'rikka chaqirishadi. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Qormang. Salom. Salom. Chetda edi. Xo'p, bu xonamiz ham demak umumiy xonalarimizdan bittasi. Bu yerda ham doktorimiz ko'proq terapiya, ortopediya ishlarini bajarishadi. Mijozlar bilan nima qilish shu boshqa plus umumiy ishlar chetga ketadi. Shunga o'xshagan holatlar. Xo'p, yana bitta tanishtiradigan joyimiz bor. Bu xonamiz Xodirjon rahbariyat ishlaydigan xona. Bu yerda bizni direktorimiz hozir jamozalari yo'q ekan. Mana HR xodimimiz Diyoraxon bor. Katta hamshiramiz, bosh vrachimiz, plus barcha nimalarimiz shu yerda o'tirishadi. Bo'lim rahbarlari kerakli paytda, ya'ni o'zini lavrashlarimiz boshqa paytda ishlarni qilib yurishadi, lekin kerakli paytda shu yerda ishlaydi. Bu yerda ham hammasi o'sha tizimlashgan, tartibli kompyuterda programma orqali bularning o'zlarining alohida nimalari ham bor, ular bilan ishlashadi. Hujjat ishlari, boshqa hammasi shu yerda. Men boshqaruv tizimida shu yerda ko'proq ishlaymiz. Mijozlarimiz kirib kelishi o'sha pastdan kirib kelishadi hozir. Mijozlar. Xodimlarimiz alohida yo'ldan kirib kelishadi bu tomonda.
dunyodan kirib kelinadi, xodimlar uchun. Xodimlar uchun. Mijoz kelayotgan paytda mijozlarni oldidan atalab o'tmaymiz. Bizda o'zi klinikada 3 ta sektorga bo'lingan joyimiz. Birinchi kirib kelgan paytingizda o'sha mijozlar kutadigan joy hol deymiz, kutib zali. Keyin hozir siz bilan kelib turib bu joyga kelgan joyimizgacha bo'lgan jarayon bu davolash zonasi. Davolash zonasi. Bu yerda o'sha nariga orqa chiqqunimizcha joyimiz bu xodimlar zonasi. Xodim kirib kelgan paytda birinchi bu yerda mana garderob deymiz. O'sha bu yerda ham erkaklarniki, ham ayollarniki bor. Bu yerda kiyimini almashtiradi. Kiyimini almashtirgandan keyingi holatda bu yerda ro'yxatdan o'tadi. Qachon kirib kelganlik to'g'risida bu yerda nimasi bor. Ro'yxatga olinadi hammasi. Ro'yxatdan o'tgandan keyin kirib o'zini nimasi bo'yicha ish davom ettiradi. Zamonaviy texnika va asbob-uskunalar muhimroqmi yoki malakali mutaxassis? Bizda o'zbeklarda eskidan maqol bor. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar degan narsa bor. Bu qaysi ma'nodaki, qachonki bizda o'sha nazariy bilimimiz yetarli darajada bo'lsa, o'sha olib borayotgan mijozga nisbatan kasallik davolash turida kerakli asbob-uskunalarimiz bo'lsa, baribir hech qachon biz o'sha o'zimiz xohlagandek yoki masalan talab qilingandek natijaga erishishimiz qiyin. Endi hali aytgandek ustani zo'ri o'rtacharoq texnikada yaxshi ish chiqarib berish mumkin. Yaxshi mutaxassis, lekin umuman yomon texnikada ham yaxshi ish chiqarib berish ham qiyin. Nimada yo'q. Shuning uchun bu narsani shunday qabul qilish kerakki, demak texnikani o'ziga yarasha o'rni bor. Bilim va ko'nikmani ham o'ziga yarasha o'rni bor. Qodajon, biz tish texnika laboratoriyasiga tushib keldik. Yuqorida sizga ko'rsatdim, e'tibor bergan bo'lsangiz, mijoz kirib kelgandan keyin har xil yo'nalishdagi muammolari, ehtiyojlari hal qilinadi. Bu deganiga kimdir tish yo'qlig'igan bo'lsa, tish qo'yish yetarli bo'ladi. Biz bu yerda qolip olamiz. Qolip olganimizda ikki xil qolip olinadi. Diagnostikani ichida yana qolip olishda o'sha hozirgi zamonaviy usullari ham bor. Skan deymiz. O'sha skan orqali olinadigan qoliplar ham bor. O'sha traditsion usulda olinadigan usullar emas. Bu degani qolip olamiz. Qolip olganimizda qolip demak bu yoqqa tushadi. Biz o'zi nimamiz bor? Laboratoriyamiz bor. Shu laboratoriyada shu yerda o'zi bizni nimalarimiz konstruksiya, mijozlarga qo'yiladigan o'sha tish konstruksiyasi tayyorlanadi. Bu hozir ko'rib turgan joyimiz, mana bu yerdan ko'ryapsiz, aydin programmasi bor. Qaysi mijoz qaysi etapda ketyapti, qanaqa tishlar tayyorlanyapti, hammasi bular biz bilan bir vaqtda mijozni o'sha etaplarni ko'rib turishadi. Bu yerda hozir bu xonamizda ko'proq o'sha lioksis sirkonni va metall keramika qilinishga mo'ljallangan demak nima bor. Texnik laboratoriya qismimiz bor. Hozir sizga yana ichkarida o'sha katkam laboratoriyamiz bor, bu yerda ham ko'rsataman. Biz hozir demak o'sha texnik laboratoriyani katkam laboratoriya qismiga tushdik. Bu yerda aytdim-ku, ikki xil qolip tushadi bu yerga ham. Qolip olinadigan bo'lsa, traditsion qolip usulida tushishi mumkin. Qolip naryoqqa quyiladi. Quyilgandan keyin bu yerga keladi va bular o'sha qolipni o'zini skan deymiz. Mana bu yonda ko'rinib turibdi-ku. O'sha skanda skanerlik qiladida, keyin nari apparatda ishlashni boshlashadi. Skanerlik qilingan narsa, masalan, chaqlangan deb aytadigan bo'lsak, chaqlangan tishda. Hormay doktor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Demak, bu yoqqa o'tadi. Bular o'sha formula bo'yicha to'liq o'sha modelirovka qilinadi. Demak, tishda chaqlangan tishni ustiga modelirovka qilinadi, shakli chiqariladi. Hamma shakl chiqarilgandan keyingi holatida tayyor tish formasi chiqdi, shakli chiqdi. Undan keyin bu yerdagi ma'lumotni mana frezerning nimaga beriladi? Frezerning stanok deymiz. Uni o'sha mana sirkon apparatida sirkon materialidan xullas bu yerda nima qilinadi? Tayyorlanadi. Kesib olinadi. Kesib olingan narsa u xomak holatda bo'ladi. Undan keyingi holatda biz mana pechkalarimiz bor. Bu pechkalarda kamida o'sha 9-12 soat davomida pishiriladi. Undan keyin tayyor bo'lib chiqadi. Bu texniklarimiz o'sha keladi glazur deymiz. O'sha nimalarni to'g'rilab turib, ranglarni to'g'rilab turib, demak, o'sha nimaga beriladi? Vrachni o'ziga beriladi. Vrach keyin o'sha xuddi o'sha tayyorlangan nimani keyin konstruksiyani taqadi. Bu demak ikkita katta qismimiz bor. Katkam laboratoriya qismi va u tomonda oddiy laboratoriya, shu yerda, u yerda o'sha metall keramika va sirkon va boshqa o'sha
konstruksiya tayinlanadi. Bugungi kunda ko'pchilik bemorlar ayol stomatologni tanlashni afzal ko'rishadi. Bu nimaga bog'liq? Ishonchmi, psixologiyami yoki jamiyatdagi qarashlarmi? Ularda endi u birinchi o'rinda shaxsiy fikrlari, e'tiqodiy nuqtai nazardan fikrlari bo'lishi mumkin, lekin men ularga bitta fikrimni aytaman. Ayollar tabiatan hech qachon erkaklar darajasidagi mutaxassis bo'lishga ularda sharoit yo'q. Qaysiki birinchi o'rinda ayollarimiz mana turmushga chiqishadi. Turmushga chiqqandan keyingi holatda xo'p ular tezroq o'sha bolali bo'lishadi, homiladorlik davrlari bor, emiziklik bolasiga qarash degan paytlari bor. Biz erkaklarga o'xshab ular ishdan kelgandan keyin ham o'zini ustida ishlash yoki televizor ko'rish yoki boshqa bir ishlar bilan shug'ullanish, uydagi ishlar bilan shug'ullanish. Shuning uchun ularda vaqt masalasi juda ham kam. Vaqt masalasi kam bo'lganligi uchun qaysiki erkaklarga nisbatan kamda. Shuning uchun mutaxassis sifatida ular juda ham erkaklar darajasida kuchli mutaxassis bo'lib ketishga imkoniyatlari yo'q. Tabiatan shunaqa. Xo'p, endi ras shunday ekan, nima qilish kerak degan savol tug'iladi. O'zi olib qarasangiz ham ayollarimiz o'qiydigan sonlari kam, lekin ishlab bunaqa yaxshi mutaxassis bo'ladigan darajaga chiqish uchun imkoniyat, hozir aytganda sharoit kam. Endi bizda ko'p bo'ladi mijozlarimiz, qaysiki o'shanaqa o'zi shariatdan yaxshi ilmga ega bo'lgan yoki masalan qanaqadir bir ilmli odamlar, bir imom domlalar, shunaqalarda hatto ayollari, qizlari ham kelib davolanganlari bor. O'sha xotin-qizlar ham kelib davolanganlari bor. Eksterniy xizmat degan narsa bor. Eksterniki tez yordam hisobida yoki masalan yengilroq ishlarda juda ko'p o'sha ayol doktorlarimiz ham ko'p qilishadi. Bunga e'tirozimiz yo'q. Lekin kompleksniy podxodda chuqurroq, haligi yaxshi bir nima kerak bo'ladigan, nima deydi, kuchli mutaxassis kerak bo'ladigan joyda hatto erkaklarda o'zi ham unaqa qilish imkoniyati yo'q. Sababi bitta mutaxassis, bilasiz, mana u ham plomba qilsa, ham deylik tishni olib qo'ysa, ham o'sha yerga implant qo'ysa, ham tish qo'ysa, u qanchadir darajadagi ob'yomdagi ishni qila oladi xolasda, hatto erkak kishilar ham, erkak doktorlar ham. Endi qarang, kunda shunga o'xshagan ish bo'laveradigan bo'lsa, kunda shu ishni qilib yuraveradi xolos, u chuqurlash qiyin. Men oddiy misol keltiraman. Mana qurilish bor, qurilish oladigan bo'lsangiz, qurilishda har xil yo'nalishlar bor. Santexnik, elektrik, deylik har xil yo'nalishdagi mutaxassislar bor, tomchi deylik, plus отделщик. Mashinada ham xuddi shunga o'xshagan bor, deylik, motorist bor, elektrik bor, kuzovshik bor, shunaqa. Endi meditsinada ham asli shunaqa bor. Sovet meditsinasida ham, stomatologiyada ham shunaqa edi. Birinchi mana kirganingizda, mana областной stomatologiya biz o'zimiz o'tganmiz, stomatologiya kabinet deyiladi, ko'rik xonasi. Undan keyin siz nimangizdan kelib chiqib turib, ehtiyojingizdan kelib chiqib, tish oldirishga, xirurgiyaga, davolatishga, tish qo'ydirishga jo'natardi. Biz ham hozir shunaqa narsaning kompleks yo'lga qo'yganmiz. Qaysiki birinchi diagnostika qilamiz va kompleks reja tuzib olamiz. Yuqorida aytdim, rejaga nisbatan keyin biz o'sha tegishli mutaxassislar orqali chuqurroq ishlaymiz. Nima uchun bularni aytib o'tib ketyapman? Qarang, agar o'sha hammasini qiladigan vrach, eng chuqurroq yondashadigan joylarda ba'zi joylarda qiynalib qoladi. Masalan, implantatsiya qiladigan doktor, vrachimiz faqat xirurg implantologni barcha qiladigan ishlari bilan bu hammasini bir xilda qiladigan ishlar doktorimiz o'sha yo'nalishda agar bahslashtiradigan bo'lsak, unda barcha qiyinchilik bo'ladi. U bilan tenglasha olmaydi, bahslasha olmaydi. Men uni qurilishda ham ko'p misol keltiraman. Hamma ishni qiladigan usta bor, lekin faqat kafilni qiladigan usta bor. Yoki bo'lmasa faqat santexnikani. Endi hamma qiladigan ustani, hamma yo'lda qiladigan zo'r ustani faqat santexnika sohasida faqat santexnikani o'zini qiladigan usta bilan bahslashtiradigan bo'lsangiz, baribir u ozgina qiynaladi. Xuddi shunga o'xshab biz ham endi ayollarimiz misolda oladigan bo'lsak, ayollarimizda o'zi aslida stomatologiyaga ehtiyoj bizda kattaroq. Chunki stomatologiyada og'iz bo'shlig'idagi kasalliklarda ayollarda sonida ko'p. Nimaga desangiz, ular o'sha bolalarni emiziklik payti, homiladorlik paytida kalsiy ko'proq tishlardan oladi. Tishdan olgan tishlar tezroq ketadi, ketishini hisobiga ularda ehtiyoj ko'p. Lekin endi mutaxassis jihatdan bularda hal etgandek tanlov kam. Hozir bu sporniy вопрос-da bu. Paradoks. Shuning uchun bir narsa deya olmayman. Ularda tanlash imkoniyatlari o'zlarida, конечно. Lekin aslida agar o'sha haqiqiy malakali nima qolaman deydigan bo'lsa, yaxshilab o'ylab ko'rishlari kerak. Endi ularga mana qiling deb majburlanmaymiz albatta.
klinika tomonidan xizmat ko'rsatish cheklangan yoki rad etilgan bemorlar bo'lganmi? Men qora ro'yxat qilmaganman to'g'risi. Bizda to'g'risi mijozlarimiz juda ko'p keladi. Hali aytgandek to'lov masalasida qolib ketganlari ham bor. Biz ularni orqasidan unaqa bir ro'yxat qilib qo'yib u darajaga yetib bormaganmiz. Klinikani bugungi darajaga olib chiqish oson bo'lmagan, ammo shundan so'ng ham savol ochiq qoladi. Yetarli degan nuqta bormi yoki rivojlanish doimiy jarayonmi? Aslida yetadigan narsa yo'q. Bu qaysi ma'noda yo'q? U haligi nafsni ma'nosida emas-da. Bilasizmi, mukammallikning chegarasi yo'q-da. Biz masalan shu joyda rivojlanib turgan bo'lsak, men hatto kresloni qo'shmagan taqdirimda ham shu joyda ichida hali ancha kamchiliklarimiz bor deb hisoblayman. Chunki qarash har xilda. Masalan, yangi bitirib kelgan doktor uchun bu hali yetib bo'lmaydigan cho'qqi bo'lishi mumkin. Lekin meni qarashimda hali bu yo'lda qancha ishlar qilish kerak bo'lgan narsa bor. Hatto keyingi filial ochmagan taqdirimizda ham. Shuning uchun bu yerda haligi mukammallik chegarasi yo'q, hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Men mana 2015-yilga ko'chib o'tgan bo'lsam, 2017-18-yillardan boshlab o'sha menejment sistemasi, umuman kompaniyani qanday to'g'ri boshqaruv to'g'risida juda ko'p tizimlashtirish bo'yicha juda ko'p o'qishlarda o'qidim. Men uning ichida o'sha stomatologiyani, umuman meditsinani tizimlashtirish va undan tashqari общий biznes yuritish, menejment sohasi barchalar yo'nalishda o'qib kelyapman, kamida 5-6 yil. Har xil yo'nalish. Hozir ham o'qishdaman, hatto klublarga a'zoman. Ba'zi bir o'qishdagi nimalarimiz, nima deydi? Yoshlari, hatto meni o'sha farzandlarim tengqur bolalardan ham ilm olaman. Ilmni chegara. Eshitaman ular klublar, men ustozlarim, o'zimning o'g'lim tengim bolalar. Hozir ustoz yemashlarda ham ko'pini. Hozir ham birga o'shalar klubda a'zomiz, o'qib yuribmiz. Eng asosiy narsa hali niyat xolis bo'lishligi, keyin ilmiy jihatdan yondashish, ilmga chanqoq bo'lish va o'sha mijozlaringizni va o'zingizning ishingizni sevishingiz. Shu sizni rivojlanishingizga olib keladi. Hali yuqorida aytganimdek, mukammallik chegarasi yo'q. Kengayishda hali davom etamiz, xudo xohlasa. Oliy maqsadimizda bu narsalar bor. Iloji qilsak, o'sha yaqin 5 yil ichida vodiyda va Toshkent shunaqa qilib filial ochish maqsadimiz bor. Dastur so'ngida Ozodbek tomonidan tayyorlangan mavzuga doir foydali video tomosha qilamiz. Shundan so'ng ushbu video yuzasidan klinika asoschisining fikrini ham eshitamiz. Ko'p odamlar tishlarini shunchaki odat uchun tez noto'g'ri harakatlar bilan tozalaydi. Natijada tish yuzasi tozalangandek ko'rinadi. Lekin tish orasida milk atrofida bakteriyalar qolib ketadi. Ikkinchi sabab ovqatlanish. Shirinliklar, gazli ichimliklar va tez snack yeyish tish emalini zaiflashtiradi. Eng qiziq joyi shundaki, tishga eng ko'p zarar beradigan narsa bu shakar emas, balki uni kun davomida tez iste'mol qilish. Uchinchi sabab tish shifokoriga kech murojaat qilish. Ko'pchilik faqat og'riq paydo bo'lgandagina stomatologga boradi. Aslida esa tish muammolari boshida umuman bilinmasligi mumkin. Og'riq paydo bo'lsa, bu ko'pincha muammo ancha chuqurlashganini bildiradi. Xulosa shuki, tish sog'lig'i bu faqat cho'tkalash emas, balki to'g'ri parvarish, ovqatlanish va muntazam tekshiruv demakdir. Agar bu mavzu siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bunda juda xursandman. Videoni oxirigacha ko'rib chiqqaningiz uchun rahmat. Xo'p, videoni ko'rib chiqdik. Ozodbek tomonidan tayyorlangan video juda ta'sirli, aniq, faktlarga asoslangan holatda tayyorlangan. Mavzularga keladigan bo'lsak, ikkita mavzu tanlangan. Bittasi implantlar va ikkinchisi og'iz bo'shlik gigiyenasi to'g'risida. Mavzular ham to'g'ri tanlangan va bu yerda aytilgan fikrlar ham aniq, taniq, to'g'ri berilgan. Bu endi professional bo'lmagan, nima deydi, yosh o'quvchimizning fikri bo'lyapti, lekin aslida bu haqiqiy ma'lumotni to'g'ri yetkazilgan. Bunday ma'lumotlarni ichiga kirib borilsa, yana ham chiroyli holatda yetkazib berish mumkin. Endi bizda tibbiyot va vakili beradigan bo'lsa, ba'zi holatlarda tushunmasligi ehtimoli bo'ladi o'quvchilarda, ko'ruvchilarda. Bu kishi juda ham chiroyli holatda yetkazib bergan, bizga ma'qul bo'ldi.